Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ishqibozlari, musofirda yurgan aka-ukalar, qadrli obunachilar. Mana bugun navbatdagi darvozamizni Farg'ona viloyati Chimyon tumaniga olib kelib o'rnatdik. Juda chiroyli chiqqan bu darvozamiz 396 ga 360 razmerga o'rnadi. 1 kvadrat metr 870 ming so'mdan 12 million 400 ming so'mga olib kelib o'rnatildi. Darvozamiz materiallari haqida ma'lumot berib o'tsak, darvozamiz stoykalari kurgovoy shviller bo'ldi, ikki yoni tagi, tepasi profil bo'ldi, ikki yoni tagi shviller bo'ldi. Listlari ikkilik listda, profillari ichidagi profillar 6 ga 4, 1,5lik stenada bo'ldi. Juda chiroyli, baquvvat holda o'rnadi bu darvozamiz. Zamoglar har doim o'rnatilgan. Zamogdan ana orqa holatlari. Orqalari ham tekis, plotniy o'rnadi ana joyimizga. Hurmatli aka-ukalar, kimga shunday darvozalar kerak bo'lsa, ekranimiz pastki qismiga nomerimiz qo'yib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilishlaring mumkin. O'zbekiston bo'ylab dostavka ustanovka mavjud. Kanalimizda yangi bo'lsalaring, obuna bo'lib, like tugmachasini bosib, videomiz keng tarqalishiga hissa qo'shasizlar degan umiddamiz. Kanalimizni doim kuzatib boringlar. Keyingi videolarimizda ham kraska sepish, o'rnatish jarayonlarini qo'yib borishga harakat qilamiz. Doim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.